Meryem Çiçe? Siz Meryem Çiçe mi? Ana Suğunun ammasi var-ku, Suğunun ammasi Meryem Çiçesizmi? Men sizni izlab bor-ku, gapning ochig'i tashkilga keldim bor-ku. Ana esladingizmi? Men kichkinaligimda meni ko'taruvdingiz-ku. Ovqatingizni jeyman, bismillah. Tanidingizmi meni? Satmarning jiyani bo'laman men. Yo'q, adashdingiz. Yo'q. Ovqatingizni jeb qo'ydimmi men? Qornim jamon ochdi-da, ovqatingizni jeysam bo'ladimi? Nima qilaylik? Nima qilaylik? Yo'q. Men unda bir ovqatni o'zi unchalik nima unjitimi? Yo'q, onasining uchun Amerikadan chiqmagan unjitni ishlatasizmi, amma siz? Yo'q. Yo'q, o'zingiznikimi bu? Otingiz kim sizin? Men bu choponlar kiyib yurganimga hayratlanmay, aytayapman-ku, men qishloqdan chopon kiyib, Maryam Chechani jo'g'at qilganmiz-da, shunga qulib bu. Maryamjon. Gulay dedingizmi? Ya qilgili deb gapiryapman men. Checha sizga. Men aytayapman, o'zi birov mana nima o'qit, mana jamashim bo'lsa kerak. Bunaqa yil. Bunaqa yil. Og'a? Mana. Naya? Men to'g'ri nima? Kecha oxirgi marta Poratdan ovqat yedim, shundan beri ovqat yegandim. Yo'q, mayli, oldizga tortib oling, bo'ldi. Apa, men ovqatni yeyishga yedim, adashib ketibman-da. Shuna bitta qo'lmacha bering. Lekin iPhone hali ham o'zingiznikimi? Ana nima qilmasdim, men birov nima qilmaganman, o'zi adashib ketibman-da. Men sizni Maryam Checha deb o'ylabman. Yo'q, bo'ldi, adashib ketdim. Yana sharma. Ana qilasizda, men to'g'ri aytsam, men ham sal jig'ilgandan keyin bitta odamlar betini yuklab qolmayman-da. Maryam Chechani betasi sizga o'xshas edi. Xafa emasmisiz? Apa, men ana chiqishingizni ham kutib turdim-da. Keyin men qissamda pulim yo'q edi-da, boya ovqatingizni yeganimga o'zim uyalib qoldim-da. Ozroq plan berib turmaysizmi? Mana mashinangiz ham juda Yeb turib, yana pul so'rayapsizmi? Yo'q, uyalayapman, lekin noilojlikdan-da hozir ketishgan bir so'm pulim yo'q. Tamam, mashinangiz ham juda qimmat mashina ekan-ku. Berib turaman, pul nima farqi bor sizga? Ana men qaytarib beraman pulingizni. Qachon? Ertagami? Yo'q, ertaga anaga ketaman-da, uyga. Qarang, boshqa kasb anaqa qiling. Boshqa kasb egallang bo'ladi. Yo'q, men kasbim bor, men yaxshi kasbim bor. Jin sotaman, jin. Qo'yning jinni sotaman. Yo, to'g'risi buni ha sezon bo'lmayapti-da, qo'ylar uncha jin o'smayapti-da, sovuq tushgan. Agar imkoni bo'lsa yordam qilib turing. To'g'risi men aytayapman-da. Yo'q, qanaqa qilib tursa, qayerga ketasiz? Men hozir anaga ketishim kerak-da, vodiyga ketishim kerak. Vodiyga qo'yib kelib borishim kerak edi. Boya o'zi to'g'ri aytsam qornim och edi. Ollodim-da, sizda men hech kimni qidirib yurganim yo'q. Pul kerak uchun qornim to'ydirganingiz ana qilaman dedim-da. Boy odamlar yaxshi bo'ladi dedi-ku, shunga siz ham yaxshi odam bo'lsangiz kerak deb pul so'rayapman-da. Men unda nima qilmayman? Ana 300 ming qopti deb pulim. 300 ming? Yana berardim. 300. Yana 200 ming qo'shib berib turolmaysizmi? Agar iloji bo'lsa-da. Yo'q, anaqa. Yo'q-da boshqa. Kartada bo'lsa ham taylab turaring. Men ertadan keyin vodiydan taylab beraman sizga. Yetadi shu. Qarang, mashinangizni ham ishtaning biri, ishta 5 ekan. Juda qimmat mashin-ku. Men o'tib aytaman, Alloh birodar haqini jeb ketmayman. Chunki yo'q-da, axir. ko'zingizga qarasam, betingizda farishtalar shunday bir aniq turgan oyoqlar qasda. Istarangiz boraylar. Opa, shunga rozi bo'lasizmi? Ha, roziman. Ana qilmasa bitta duo beray sizga. 300 ming berdingiz. Rahmat sizga. Uloy ishingiz jirishib ketsin. Menda odamlar oldingizdan chiqib tursin, yaxshi odamman-da. Oldingizdan chiqib tursin. Keyin sizga yana bitta rahmat. Men hayajonlanib, to'xtang. 300 mingga Panjakam duosi bor, Yo'ldosh bolam duosi bor. Keyin Qodir akam duosidan beraman 300 minglik. Yo, kilgil emas bu. Duoda qo'lingizni oching. To'xtang, anaqaga boringsiz, anu. Hojiboy bor, rahmatli. Ha. O'sha san'at saroyida. Yo, men qishloqda o'zi juda jiddiy kasb egallaganman. Men jiddiy kasbim. Birorta kilmayman-da. Qarang, shunday qilgan paytingizda ish qilib
har doim ishingizning rivojini bersin, keyin hech qachon ko'zingizdan tabassum kelmasin, ko'zingizga tabassum yosh kelmasin, ko'zingiz qaltirab ketyapman opa. Omin, ana rahmat sizga kattakon. Ishlaringiz rivojini bersin. Lekin mashinangiz juda ham zo'raqon. iPhone 17 ham o'zingiznikimi? Mayli, rahmat sizga kattakon. Charchaman.